Assalomu alaykum akalar, kuzatuvchilar. Xudo xolasa Ispaniyada hali ham davom etyapmiz. O'tgan safargi videomizda tog'lariga chiqdik. Hozirda Gortga kelganmiz. Adra degan shaharchasimiz, shaharigamiz. Xudo xolasa hozir endi biz u tomonlarda nimalar kutyapti bilmadim. Lekin chiroyli joylar bo'lishi taxmin. Shu daraxtning nomini kim bilsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Agar shunaqa videolar kimgadir qiziq bo'lsa, Ispaniya va qaysidir shaharlarga borganimizda shunaqa chiroyli joylarni video syomkalarini qilib joylab ketaman Instagramda va YouTube kanalimga. Shunaqa joylar kimgadir qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Podpiska tugmasini bosib, kommentariya yozib, podpishka qilib, shunday go'zallikdan sizlar ham bahramand bo'linglar deb Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Hozir Adra degan shaharchasiga qarab tushib boryapmiz. Bu tomoni dengiz, bu tomoni shaharcha. Ko'ramiz qani nimalar bor, nimalar yo'q. Kallaga. Hop. Tog'lari rosa chiroyli. Endi hozir shaharni ham, dengizni ham ko'ramiz. Xo'p, bunaqa ma'lumot olmay aytib ketaman, akalar, yo'lda kelayotganimda rosa ko'p parniklar bor edi. Bular nima ekan bu parniklar, nima ekan bular deb qiziqdim, lekin hozir ko'rdim, bolgarskiy bilan shug'ullanar bular. Narx-navosini agar hozir do'konlarga kelsak, aytib o'tib ketaman. Bolgarskiy narxlari qanaqa bu yerlarda? Shu bolgarskiy qog'oz ko'rsatsa kerakki, shunaqa narsalar ekan. Tomonlarda nima bor? Ko'ramiz hozir, davom etamiz. Xo'p, kuzatuvchilar, kamera ozgina qimirlasa ham syomka qilgim keldi, sababi qaranglar chiroyliligini. Bizda shu daraxtlar o'smasa kerak, ko'karmasa kerak, o'shancha yo'q. Bu yerlarda qish bo'lmaydi menimcha. Chunki hozir dekabr, yanvardamiz. Palma issiq joylarda o'sadigan daraxt qatoriga kirar ekan. Lekin haqiqatan juda chiroyli. Manzara alohida temada. Lekin mana shunaqa parnik juda ko'p. Ular ash bolgarskiga kelgan. Bir ochiq joy bo'lsa ko'rsataman. Bizda ham hozir rivojlanib ketdi-yu, bolgarskiy. Bu yerlarda ham iste'mol talab kuchli shekilli. Hurmatli kuzatuvchilar, ma'lumot o'rnida sizlarga yana bitta ma'lumot aytib o'tamiz hozir. Dengizni o'zib bizga borayotgan shaharda, ya'ni Zalif deydi. Zalifning narigi tomonida Afrika qit'asi joylashgan. Ya'ni ularga qaysi arab davlatlari kiradi? Marakesh, Birlashgan Arab Amirligi, Nigeriya, Kongo, shunga o'xshash Afrikada joylashgan arab mamlakatlari musulmon, ya'ni musulmon davlatlar kiradi. Arasi bor yo'g'i 100-150 kilometrdan iborat bo'lgan Zalif. Bu yo'g'i musulmon davlatlar. Dengiz yo'q, ha? Dengiz bu narigi tomon. Hozir o'sha tomonlardan, dengiz tomonlaridan syomka qilib, ma'lumotni to'liqroq qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Kimgadir agar shu ma'lumotlar foydali va buni ko'rsatayotgan, tabiatimiz yoqayotgan bo'lsa, videolarni ko'proq chiqarsak, manfaatli bo'lsa, kanalga obuna bo'lib ko'rishlaringni maslahat beraman. Sababi prosmotr zo'r ketadi har doimgidek. Kanalga podpiska bo'lib ko'rsalaring xursand bo'lardik. Kuzatishda davom etinglar. Hozir eng qiziqarli va chiroyli joylarga ketyapmiz. Hali bundan ham zo'r joylarni ko'rsataman hozir. Binolar ham ajoyib solingan. Yana ko'pchilikka qiziq Ispaniyadagi domlar. Mana qaranglar-da, qanday quriladi. Tagi magazin, tepasi yashash uchun. Pashti hamma joyda xolos teng qiradi, deydi. Faqat rangi ro'yi boshqacharoq xolos. Lekin baribir shu palma daraxtlari chiroyli turadi. Akalar, kuzatishda davom etinglar. Eng qiziq joylarga kelyapmiz mana. Dengiz bo'ylariga oz qoldi. Yo'l tarafda ko'miladigan joy bo'lar ekan bu yerda. Dam oladigan joy bo'lar ekan. Voleybollar o'ynasa bo'ladi. Buni qanaqa aytganda maza qilib dam oladigan joylar. Kuzatishda davom etinglar. Hozir shu tomonlarga ham boramiz. Nimalar bor, nimalar yo'q ko'ramiz.
like, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Biz haydiga joyga nima? Tabiat qarayman. Joyigacha yana qiziqarli joylar kutib turibdi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. Endi buni yurib turgan holati boshqacha bo'lsa kerak, lekin qizdirib qo'yibdi. To'g'risi ajoyib kelyapti. Mana holatda yaxshi chiqdik. Yaxshilab so'radi. Qaysi bir ma'noda ozgina shu narsani nima deydi? Hissiyotini tuydik. Kemasiga chiqdik, aylandik, rasmlarga tushdik, qo'yib qo'yaman xudo xolasa. Yo'q demadi. Молодец. Odamgarchiliklari zo'r. Eng muhimi sizga yaxshi ko'zda, samimiy ko'zda fikrda bildiradi ular. Shu tomonlari menga juda yoqdi. Gap yo'q. Endi qani, sharoitimiz bor, imkoniyat bo'lmadi. Kemalarda aylangimiz keladi. Xudo xolasa keyingi safar balki uzoqroq mavzuda turib dam olganimizda kemalarga niyat qilib oladi. Xudo xolasa. Ozgina hayajon bor, chunki o'zimdan kelib chiqib aytaman, men bunaqa yaxtaga chiqmaganman, yonidan ham ko'rmaganman, seriozman. Shuning uchun iltimos desam, shunday foto qilaman desam, o'zini aylanib ko'rdim. Menda qanaqadir energiya bor. Sizlarga ham qiziq bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib ko'rishdan chiqmasin. Davomli kuzatishda inshaalloh bundanda qiziq, chiroyli joylarga borsak, kimdir qiziqib kuzatayotgan bo'lsa, yana ijod qilamiz, shunaqa joylarni qo'yamiz, xudo xolasa. Kanalimiz rivojlanadi. Shuning uchun kanalga podpiska bo'lib ko'rsalaring xursand bo'lardim. Akalarim charchadi, dam olyapti. Bo'lakchada baribir. Degana joy, ham o'ta go'zal. Ishlaganimiz, dam olgani kelish baribir yaxshi. O'zimni nazarda tutmayapman, hali turistlar bor-ku. O'zimizda ham bor, shunaqa chiroyli joylarga borib, kampinglar qilib. No. Hammasi uchun Allohga shukr deymiz. Gap ko'p aytaman. Onajonim meni shunaqa chiroyli joylarda yursin deb tutganmisiz deb hazillashib qo'yaman. Afsuski bu videoni onamga jo'nata olmayman, sababi sirazi xavotir oladi. Qilyapsam joylarda, begona joylar, qayt mashinangga deydi. Hop. Shuning uchun bunaqa videolar, jalasa o'ylarda, anaqa dumolar videolarni onaxonga tashlayman. Sababi xavotir oladi. Lekin mana bizni kimdir kuzatayotgan bo'lsa, kimlargadir qiziq bo'lsa shu joylar ko'rsin deb harakat qilyapmiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum.